Allah Taala iymonimizning taqozosi biz nimani talab qilsa, uning keyindən mağalaydigan cüret, cesaret ve haqiqiy iymon ato qilsin. Biz seni Allah'ın haqiqiy elchisi deb iymon etdik. Agar sen bizni qizil dengizga boshlasangmi, biz keynimizga yanmay kiramiz. Senin chiqargan bu hukmi 7 qat osmon ustidagi Allohning hukmiga uyg'un bo'ldi. Biz bugün onun iman etişi bilen Medine şehrinde iman nuru parlagan, şundaqla onun çıqargan hükmü 7 qat osmon ustidagi Allah'ın hükmüge uygun bolgan 31 yaşında iman etip 37 yaşında vafat tepip fakat İslam hayatında 6 yıl yaşagan bolsumu onun ölümü üçün Allah'ın erşi titrep ketken, şundaqla onun cenaze namazga ziminiga dessep bakmagan 70 bin perişte katnaşkan büyük sahabe Said ibn Muaz bilen tanışıp çıkınız. Müşriklarning musulmonlarga ve Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam'ın sağan zulmü kündün künge Müslümanların Mekke'de turuş imkaniyeti kalmağa vaxtida Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam Müslümanlar üçün yeni bir urun hazırlaş məqsədində qayıqqa çıxıb baxıdı və tərəf-tərəfdən küzütüb baxıdı. Lakin bo'lmaydı. Şunda qiyinchilik kunlarning birida Madinadan Mekke'ye hac üçün kelgan 6 nafar kishi Müslüman bo'lib qaytdı. Bu 6 nafar kishi kelar yili, ya'ni keyingi yili 12 odam bo'lib Müslüman holatida Mekke'ye keldi. Bu 12 nafar kishi Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamdan o'ziga islomni tushuntirib o'rgatadigan bir o'qituvchi talab qildi. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam ularga özünün en yakın sahabelerinin birisi olan Mus'ab ibn Ömeyr'ni o'qituvchi sifatida qo'shib qo'ydi. Mus'ab ibn Ömeyr ular bilan birga Madinaga bordi va ularning ichidagi As'ad ibn Zurara degan sahabining uyiga tushdi va uning uyini xuddi Mekkadagi Darul Arqamga o'xshash da'vat va islom markazi qilib, shu yerdan kishilarga islomni tushuntirdi. Shundaqla mahalla berib islomni tushuntirishga boshlaydi. Mus'ab ibn Ömeyrning da'vati Madinada kengayib tarqalishga boshlaydi. Buni anglagan Aws qabilasining boshlig'i Said ibn Muaz nayt ochiq keladi. Chunki u bu kishilarning dini xuddi Mekke xalqini ikkiga ayirib etgandek, bizning xalqimizni ikkiga ayirib etadigan bo'ldi. Nadon xalqimizni ozurib ketadigan bo'ldi deb ensirashga boshlaydi. Shundaq Said ibn Muazning nayt ochiq kelib turgan kunlarning birida As'ad ibn Zurara Mus'abni dal Said ibn Muazning mahallasiga elib kelib, u yerdagi kishilarga islomni tushuntirishga boshlaydi. Said ibn Muaz Mus'abning o'zining mahallasiga kelib islomni tushuntirayotganligini anglab nayt g'azablandi va qashidagi oymoq boshlig'i Usaydga sen berib avlani haydiva. Ularni mening narviinim As'ad ibn Zurara boshlab kelibdi. Agar undaq bo'lmagan bo'lsa, men o'zim berib ularning adibini bergan bo'lardim. Ularni bu yerdan qo'g'il va bizning nadan kishilarimizni ozur etmisin deb yenidagi oymoq boshlig'i Usaydni ularning qishiga avatdi. Usaydning kelayotganligini ko'rgan As'ad ibn Zurara Mus'abga "Av kelayotgani oymoq boshlig'i. Uning chiroyli bir so'z bilan islomni tushuntirgin. Agar u kishi musulmon bo'lsa, uning keyindan 10 nechilgan kishilar musulmon bo'ladi" deydi. Usayd nayt ochiq bilan ularning yeniga kelib, "Sizlarni bu yerga kim boshlab keldi? Qiyinchiliklar bo'lsa, danglar, bo'lmasa bu yerdan darhol yo'qolinglar" deydi. Mus'ab haqiqiy da'vatchiga xos temkinlik bilan avval gapimni bir tinglab baq. Xohlasan qabul qil, xohlamasan qabul qilma. Shu vaqtda biz ketaylik deydi. Usayd kishilar oldida Mus'abning bu urunliq gapiga raddiya qaytarolmay, gapini anglab beqish uchun oldida o'ltirdi. Mus'ab Usaydga shundaq bir go'zal til bilan dunyoning vaqtliq imtihon maydoni ekanligi, o'lgandan keyin qilgan ishlarimizning hammasiga bir hisob beradiganligimizni va shuning qarta oxirgi hayotimizning, ya'ni abadiy hayotimizning ya jannat bo'ldiganligi ya jahannam bo'ldiganligi, navbatda bu jamiyatning ozg'unlik ichida ekanligi, ibodat qilayotgan butlarning hech qanday foyda ko'zlanmaydiganligini tafsiliy ilmiy shaklda uningga tushuntirdi. Shundaqla Qur'on oyatlarini uningga o'qib berdi. Mus'abning so'zi oxirlashmasdan Usaydning chiroyidagi g'azab uchquni xuddi tuyuqsiz oltin tepib olgan kishidek nayt xushal bir jilvaga o'zgaraydi va o'zicha bu nima degan go'zal so'zlar? Bu din nimaga buyuriydi deydi. Mus'ab bu din yolg'iz Allohga ibodat qilishga, Allohga hech qanday narsani sherik keltirmaslikka, zulm qilmaslikka, o'g'irlik qilmaslikka, zina qilmaslikka va nohaq qon to'kmaslikka buyuriydi deydi. Usayd bu gaplarni anglagandan keyin bu din nima degan go'zal din? Navbatdagi masalamizni hal qiladigan din ekan-ku. Bu dinga kirish uchun qanday qilishimiz kerak deydi. Mus'ab uningga islomga kirishning yo'lini ko'rsatdi. Usayd shu hamon shahodat aytib musulmon bo'ldi. Ondan keyin Usayd Mus'abga "Mening qishimda bir odam bor. Men u odamni hozir sizlarning qishinglarga avatiman. Uningga men degan gaplaringni qayta degan. Agar u odam musulmon bo'lsa, uning keyindan yuzlab kishi musulmon bo'ladi" deydi. Shundaqla Usayd Said ibn Muazning qishiga qarab mangdi. Said ibn Muaz nayt hushyor va farosatli odam bo'lib, Usaydning qaytib kelayotgan qiyofatidan bu chuqum o'zgarib ketdi. Bunimi aldab ketdimi degan andishaga tushdi. Va uningdan "Qani ayta, ularni haydayotdingmi? Qanday bo'ldi?" deydi. Usayd ular bilan paranglashdi. Ularning so'zini hech qanday bir yomonlikni anglamadim deydi.
Uzaynning gapi oxirlashmay Said ibn Muaz nayt g'azablanib qo'liga nayzni ilib ularning qishiga o'zi bor va ularga nayt qo'pol gaplar bilan bu yerdan darhol tarqalinglar deydi. Mus'ab ibn Umar nayt temkinlik bilan ey qabila boshlig'i, oldilar mening gapimni bir anglab boq. Seni biz hech qanday ishga majburlamaymiz. Xohlasan qabul qilasa, xohlamasan qabul qilmasa, oldilar mening so'zimni bir anglab boq deydi. Kishilar oldida bir qabila boshlig'i bunday bir ilmiy yo'lliq gapga qandoqmi qarshi chiqalsin? Yana kelib Said ibn Muaz ochiq yomon qaram odam bo'lsa-mu, qalbi oq, shundaqla gaplari nayt urunliq, dana fikrli kishi edi. Said ibn Muaz qani ayta deb uning gapini anglab beqish uchun oldida o'ltirdi. Mus'ab ibn Umayr uning islomni tafsili birma-bir tushuntirdi. Shundaqla Qur'on Karimdagi oyatlarni uni o'qib beradi. Mus'abning illiq gaplari va Qur'on Karimning oyatlari uning qalbini eritib, Said ibn Muazni iymon bag'chisiga boshlaydi. Said ibn Muaz Mus'abning tushuntirishidan islomning birdan-bir qutulish yo'li ekanligi, shundaqla uzundan bo'yi qalbida javob topamagan savollarning hammasiga javob topgandek bo'ldi. Va Said ibn Muaz shu so'rinda shahodat aytib musulmon bo'ladi. Bugungi kunimizda islom kirgan kishilarning ko'pinchisining tarixini surishtirib qilsak, ularning ko'pinchisi musulmonlarning axloqidan emas yoki yashash ritmidan emas, faqat Qur'on Karimdan ta'sirlanib imo etganligini ko'ra olamiz. Chunki Qur'on Karim Allohning so'zi. Said ibn Muaz Qur'on Karimdan ta'sirlanib iymon etgandan keyin shu kechasi tafakkur va o'ylanishlar o'tkazadi va degan butun jamiyatdagi kishilarning hammasini bir yerga to'playdi va ularga qani aytinglar, men qanday qaraysizlar? Men qanday odam deydi. Jamiyatining hammasi Said ibn Muazga ishonadi va hurmat qiladi va uning dono fikirlik ekanligiga hammasi birdek qo'l qo'yadi. Şoň onun cemaatidikilere biz sana hamma işinimiz. Sen dana fikirlik, ötkür aql egisi. Biz köpünç işimizning hammasini degudek sana maslahat selep, senin maslahating bilan qilamiz deydi. Said ibn Muaz ularning o'ziga bergan bahosini anglab bo'lgandan keyin, "Emis anglanglar. Men Muhammadning diniga kirdim. Kim mening ötkür aqlimga, dana fikrimga ishonadi ekan, men kirgan Muhammadning diniga kirsin. Qandaq bir odam menga ishonib turib, meni ötkür aql, dana fikirlik deb turib, Muhammadning diniga kirmaydi ekan, bu odam menga gap qilmasin" deydi. Said ibn Muaz'ın keskin halda Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam elip gelgen İslam dinine kirgenlikini köygen Abdul Eşhel cemaati şu günü geç kirgüçe Useyrem isimli bir kişiden başka bütün cemaat azalarının hemmesi Müslüman boladı. Avuz kabilesinin kabile başlığı Said ibn Muaz'dan Müslüman buluşu, keyindilla onun cemaati boğan Abdul Eşhel cemaatinin Müslüman buluşu Medine'de kızık noktaya götürüldü. Şundakla Medine'nin hem yerde İslam hakkında paranlar götürüldü. İman kirmegen öy kalmaydı. İslam hakkında anlamagan adam kalmaydı. Yani Said ibn Muaz'ның iman etişi İslamның Medine asmanında çaqnışıga sebep boladı. Said ibn Muaz Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamni kömesli onun iman etqaydı. Şunun için o Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamның jamalını görüş üçün küzü töt boladı. Ahire Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam Medine'ye gitip geldi. O Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam bilen nayet kızgın görüşüdü. Şundaqla Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamның qaşından ayrılmay Medine'deki Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamның en yakın yardımcısıga aylandı. Yani muhacirlerin içinde Hazreti Ebu Bekir'in ornu qanchalik bo'lsa, Ensarlar içinde, yani Medinelik Müslümanlar içinde Said ibn Muaz'ın ornu ana shundoq yuqori edi. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam Medine'ye hicret qilib 2-nji yili Mekke'de Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam ve sahabalarning hammasini yurt makanlarını qo'g'lab chiqargan mushriklarning tijorat karvoni Shamdan qaytayotganlik xabari Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamga yetib keldi. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam ularning oldini to'sib haqqini elish uchun sahabalar bilan tayyor bo'lib Medinening sirtiga chiqdi. Lekin bu mushriklar Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamning oldiga chiqqanligini uqib qilib boshqa yo'ldan Mekke'ga qochdi va Mekke'ga darhol xat avadi. Mekke'dagi mushriklar bu xabarni anglab darhol qo'shin hozirlab Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam qarshi 1000 kishilik qo'shin bilan Bedir degan joyga qarab keldi. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam ciddi holda sahabalarni to'plab urush qilamdiq qilmamdiq deb maslahat soladi. Chunki Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam bu qatim rasmiy urush qilish niyati bilan, urush qilish tayyorlik bilan chiqmagan edi. Faqat tijorat karvonining oldini to'sib o'zining haqqini olish uchun chiqqan edi. Lekin Mekkedan qarab kelayotgan mushriklar bo'lsa, rasmiy urush tayyorlik bilan kelayotgan edi. Muhojir sahabalarning hammasi "Ey Rasululloh, urush qilayli" deydi. Lekin bu kengashda Ensarlarning fikri nihoyat muhim o'rinda turadi. Chunki Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam bilan karvonning oldini to'sish uchun chiqqan kishilarning ko'p sonliq Ensar edi. Ya'ni kelib Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamni qo'g'dashga va'da bergan Ensarlar Medinening ichida qo'g'daymiz deb va'da bergan edi. Medinening sirtida qo'g'dash u va'dasining ichiga kirmaydi. Shuning uchun Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam Ensarlarning fikrini elish uchun yana menga maslahat beringlar deydi. O'tkir aql, dana fikr sahibi bo'lgan Said ibn Muaz Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamning ulardan nimani kutayotganligini his qilib, "Ey Rasululloh, sen bizni fikr olmoqchida qilsa, biz seni Allohning haqiqiy elchisi deb iymon etdik. Agar sen bizni Qizil dengizga boshlasangmi, biz keynimizga yonmay kiramiz. Hargiz bu Bani Isroillarga o'xshash sen ilohing bilan urush qil demaymiz" deydi.
Said ibn Muaz'ning bu ifodasi haqiqiy iymonning mevasi edi. Chunki bu vaqtda Said ibn Muaz texi iymon etgani 3 yil bo'lmagan edi. U Allohga va uning payg'ambariga haqiqiy payg'ambar deb iymon etqachqa, payg'ambar nimaga buyursa uning itoat qilamiz deb o'zining iymonning haqiqiy rasul ekanligini, garchi jon berishni talab qilsa-mu, keyin yanmaydiganligini keskin o'ttirib qo'ydi. Bir iymonning rost yoki yolg'onligi mana bu shundoq badal to'laydigan yakiga vaqtda oshkor bo'ladi. Ig'zimizda musulmon demak, musulmonlar jamoat bilan birga yashamoq, musulmonlar jamoat bilan kunda masjidga kirib namoz o'qimoq bu oson, ammo halqiliq payt bor. Ya jon bilan, ya mol bilan sinildigan, imtihon qiladigan bir payt keladi. Shu vaqtda iymonimizning taqozosiga asosan shu to'laydigan badalni to'lay olsak, bizning iymonimiz haqiqiy sap iymon bo'lgan bo'ladi. Ana shu vaqtda Allohning yordami keladi. Agar undaq bo'lmay o'zimizni musulmon deb turib namoz o'qib, ammo jon ketadigan yoki mol ketadigan, ya'ni bizning iymonimiz bizning jon talab qilib qolsa yoki mol talab qilib qolsa, keynimizga yansaq, har xil bahonalar bilan undan qochsak, bizning iymonimizning saxtalik oshkor bo'lib qoladi. Saxta iymon etgan odam bo'lsa, xorliqqa mahkum bo'ladi. Xuddi Bani Isroillardek. Bani Isroillarmi, "Ey Musa, biz senga ishondik, Alloh ishondik" degan. Lekin urush qildigan vaqt kelgan vaqtida bo'lsa, "Sen Allohning elchisi bo'lgandan keyin, sen Robbing bilan bir urush qilgin, undan keyin biz kiraylik" degan. Alloh taolo bizni bu xil saxta iymondan saqlasin. Alloh taolo iymonimizning taqozosi bizni nimani talab qilsa, uning keyindan ma'nolaydigan jur'at, jasorat va haqiqiy iymon ato qilsin. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Said ibn Muazning keskin ifodasini anglagandan keyin nihoyat xursand bo'ldi. Va sahobalarga umidvor bo'linglar. Alloh taolo menga g'alaba va shahidlikdan iborat bu ikki maqomning birisini va'da qildi. Shu topda ko'zimga mushriklarning, zolimlarning o'lib yotgan jasadlari ko'rinyotdi deb g'albadan oldin bishorat berdi. Said ibn Muaz iymonida ana shundoq rasul edi. Shundaqla Said ibn Muaz payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomni nihoyat yaxshi ko'radi, uni qo'g'daydi. Urush boshlanishdan ilgari, "Ey Rasululloh, sizga ayrim bir chadir tikayli, siz u yerda turib turibsizlar, urushni biz qilaylik" deydi. Shundaqla urush boshlanganda bo'lsa, payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning atrofida parvondek o'yilib yurib, payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomni qo'g'daydi. Shundaqla payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga o'limga bay'at beradi. Uhud urushida maqsadiga yetolmagan mushriklar 2 yil tayyorlik qilib, Arab orolidagi butun arab qabilalari va yahudiylar bilan birlashib 10 ming kishilik tajovuz qo'shin tashkillaydi va u tajovuz qo'shin Madinaga qarab keladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Salmon al-Farisining taklifi bilan Madinaning atrofining hammasiga xandak qo'laydi. Sirtqi mudofaani chingitib bo'lgandan keyin ichki vaziyatni texim muqimlashtirish uchun Madinada musulmonlar bilan birga yashaydigan yahudiylardan sirtdan kelgan tajovuzchi qo'shinga yordam bermaslik haqida ahd oladi. Yahudiylar biz hargiz yordam bermaymiz deb payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga ahd beradi. Tajovuzchi qo'shin Madinaga yetib kelib xandakni ko'rib hayron qoladi. Chunki ular xandak bado deb o'ylab boqmagan edi. Bu tajovuzchi qo'shin har qancha qilib bu xandakdan o'tolmaydi. Bir qancha kun o'tadi. Ularning kuchi ojizlishi qarabmadi. Bu shunday hal qiliq paytda Madina ichidagi yahudiylar xiyonat qilib, ya'ni payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga bergan ahdisiga xiyonat qilib, sirtdan kelgan tajovuz qo'shinga maxfiy yordam beradi. Musulmonlarga keyindan pichoq uradi. Tajovuz qo'shin texmi jonlanadi. Musulmonlar nihoyat qiyin ahvolda qoladi. Oldida tajovuz qo'shin, keyinda bo'lsa xiyonatkor yahudiylar ikki dushmanning o'ttirisida qoladi. Bu vaqtda payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom tajovuz qo'shinining kuchini parchalab o'tish maqsadida tajovuz qo'shinidagi eng kuchli bo'lgan G'atban qabilasiga Madinadan chiqadigan mol husulning 3ning birini berish badaliga tajovuz qo'shinidan ayrilib keyiniga chekinish taklifini bermoqchi bo'lib, oldi bilan buni Madinaning cho'ng ikki qabila boshlig'i Said ibn Muaz va Said ibn Ubadaga maslahat soldi. Said ibn Muaz payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning bu fikrini anglagandan keyin, "Ey Rasululloh, agar bu Allohdan san kelgan vahiy bo'lsa, biz buningga bo'ysunamiz. Agar bu sening shaxsiy fikring bo'lsa, biz buningga qo'shilmaymiz. Chunki u G'atban qabilasi biz mushrik vaqtimizda bizning bol hosillarimizni pul berib oladi. Endi biz musulmon bo'lganda bo'lsa, ularga haqsiz birimizmi? Ularga qilich birimiz, hech narsamizni bermaymiz" deydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom ularning fikriga qo'shildi. Musulmonlar Xandaqning bu tarafida, tajovuz qo'shin u tarafida o'qiya etishdi. Bir qancha kecha to'xtamay urush bo'ladi. Mushriklar tarafidan kelgan bir o'q Said ibn Muazning qo'liga tegib, qo'lining o'q to'mirini teshib o'tdi. Said ibn Muazning qo'li nihoyat ig'ir yaralandi. U Allohga, "Ey Alloh, o'sha xiyonatkor yahudiylardan endimni, qisosimni olmag'uchilik, mening jinimni olmag'in" deb Allohga duo qildi. Musulmonlar bilan tajovuz qo'shin bir qancha kun tirkashgandan keyin oxir nihoyat ig'ir shamol chiqib, tajovuz qo'shinining chedirlarining hammasini ushtirib o'tdi. Ularni nihoyat ig'ir ziyonga uchirdi. Kun uzurgan sari ular bardoshlik bermay oxiri chekinadi. Shunda qilib bu urushda musulmonlar g'alaba qiladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Madinaga qaytib, urush kiyimini silib, yuyinay deb turgan vaqtida Alloh taolo Jibril alayhissalomni avatdi. "Ey Muhammad, sen urush kiyimini solding-ku. Farishtalar da urush kiyimini solmadi. Urush kiyimini key san xiyonat qilgan, musulmonlarga xiyonat qilgan u yahudilarga qarshi urush osh" deydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom qaytadan urush kiyimini kiydi va musulmonlarga keyindan pichoq urgan payg'ambarimiz Muhammad
Muhammed aleyhisselam'a xiyanat qilgan Bani Qurayza Yahudiler taraf qarab yo'lga chiqadi. Shundaqla ular Bani Qurayza Yahudilarning sepilini muhosiraga oladi. Muhosira bir qancha kun davomlashgandan keyin Yahudilar bardashlik bera olmay taslim bo'ladi. Bani Qurayza Yahudilari Avs qabilasining ilgirki ittifoqdoshlari edi. Avs qabilasining cho'nglari payg'ambarimiz Muhammad aleyhisselamning qishig'iga kelib, "Ey Rasululloh, bu Bani Qurayza Yahudilari bizning ilgirki ittifoqdoshimiz. Ularga rahim qilsang, ularga kengchilik bilan muomala qilsang" deydi. Payg'ambarimiz Muhammad aleyhisselam ular ustidan sizlarning cho'nglar, ya'ni Said ibn Muaz hukm qilsa, uning hukmiga rozi bo'lamsizlar deydi. Avs qabilasining cho'nglari Said ibn Muaz bizning cho'ngimiz, uning hukmiga rozi bo'lamiz deydi. Said ibn Muazning qo'li urushda nihoyatda ig'ir yaralangan bo'lib davolanayotgan edi. Sahobalar uni eshakka mindirib, ikki tarafidan yulab payg'ambarimiz Muhammad aleyhisselamning qishig'iga olib keladi. Payg'ambarimiz Muhammad aleyhisselam Avs qabilasining cho'nglarini yana so'raydi. Said ibn Muaz hukm chiqarsa, uning hukmiga rozi bo'lamsizlar deydi. Ular rozi bo'lamiz deydi. Payg'ambarimiz Muhammad aleyhisselam, "Ey Said, bu xiyonatkor Yahudilar ustidan sen hukm chiqargin" deydi. Said ibn Muaz bularning aylari, ya'ni qurol ko'targanlarning hammasi o'ldiriladi. Bollari, mol-mulki musodir qilinadi, asirga ilinadi deydi. Payg'ambarimiz Muhammad aleyhisselam, "Ey Said, sening chiqargan bu hukming yetqat osmon ustidagi Allohning hukmiga uyg'un bo'ldi" deydi. Ondan keyin Said ibn Muaz qo'lini ko'tarib, "Ey Alloh, bu zolimlar bilan bo'lgan urushimiz oxirlashdi. Men uchun sening yo'lingda urush qilishdan ulug' yo'l yo'q. Menga shahidlikni nasib qilgin" deb Allohga duo qildi. Said ibn Muazning qo'lining jarohati, yarasi ig'irlashib, qon to'xtamaydi. Shu yarasi ig'irlashguncha oxiri u sakratga tushadi. Payg'ambarimiz Muhammad aleyhisselam Hazrat Abu Bakr, Hazrat Umar uning ahvoliga qarab yig'ilishib ketadi. Said ibn Muaz ruhini Allohga topshirayotgan oxirgi minutlarda Payg'ambarimiz Muhammad aleyhisselam uningga Said ibn Muaz Allohga bergan ahdisida turdi, Allohmi uningga bergan ahdisi turdi deydi. Shunda qilib Said ibn Muaz 31 yoshida iymon aytib, 37 yoshida shahidlik bilan Allohning dargohiga safar qiladi. Shu vaqtda Jibril aleyhisselam Payg'ambarimiz Muhammad aleyhisselamning qishig'iga kelib, "Ey Muhammad, Said ibn Muazning o'limi uchun, ya'ni uning ruhining osmonga ko'tarilganligi uchun Allohning arshi xushallikdan titrab ketdi" deydi. Ya'ni uning ruhini qarshi elib xushallikdan titrab ketdi deydi. Payg'ambarimiz Muhammad aleyhisselam bu xo'sh xabarni sahobalarga yetkazdi. Ondan keyin Payg'ambarimiz Muhammad aleyhisselam uning namozini tushirdi. Sahobalar uning jinozasini ko'tardi. Sahobalar hayron qoldi. Bu Said ibn Muaz nihoyatda bestalik odam edi. Bu jinoza pilidek nihoyat yengilg'o deyishdi. Payg'ambarimiz Muhammad aleyhisselam uning jinozasini farishtalar ko'taryotdi deydi. Shundaqla Payg'ambarimiz Muhammad aleyhisselam uning jinozasini uzitish jarayonida nihoyat ehtiyot bilan mangdi. Sahobalar, "Ey Rasululloh, nimandaq bu xil ehtiyot bilan manglar?" deb so'raydi. Payg'ambarimiz Muhammad aleyhisselam Said ibn Muazning jinozasi uchun, ya'ni namozi uchun zaminga dastlab baqmagan 70 ming farishta tushdi deydi. Said ibn Muaz qabriga qo'yilgandan keyin Payg'ambarimiz Muhammad aleyhisselam qabrining bir siqishi bor. Agar bir odam dunyoda qilgan yaxshiligi tufayli bu siqishdan qutuladigan ish bo'lsa edi, Said ibn Muaz u siqilishdan qutulib qolgan bo'ladi. Ya'ni Said ibn Muaz bu siqishga duchor bo'ladi deydi. Allah Teala hemmimizni o qabrning siqishidan yengil holatda o'tkilini nasib qilsin. Said ibn Muaz dunyoda 60-70 yil yashamadi. Faqat 31 yoshida iymon aytib, 37 yoshida shahid bo'ldi. Uning o'limi uchun xushalligidan Allohning arshi tarab ketdi. Namoziga farishtalar qatnashdi, jinozasini farishtalar ko'tardi. Uni bu xil imtiyozga, bu xil fazilatga ega qilgan narsa nima? Said ibn Muazdagi haqiqiy rasul bo'lgan iymon, Alloh yo'lidagi fidokorlik, Alloh yo'lida jinni, melni berishdan qo'rqmaslik. Nurg'unlarimiz Alloh yo'lida iymon aytamiz, lekin Alloh yo'lida jinimizni berishdan, melimizni berishdan qo'rqamiz. Allohning roziligiga erishishimiz uchun uzun umr ko'rishimiz shart emas. Qisqa umr ko'rgan bo'lsakmi, shu iymonimizni rasul bo'lib, fidokorlik kelgan vaqtimizda, iymonimiz uchun badal to'laydigan yer kelgan vaqtimizda rasul bo'lib jon beralsak, bu fidokorligimiz Allohni rozi qilish uchun yetadi. Shuning uchun vaqt kelib, Alloh uchun jon beradigan, fidokorlik ko'rsatadigan yer kelgan vaqtimizda, men to'xtab uni qilib olay, buni qilib olay deydigan bu xil shaytonning vasvasasiga tushishdan Alloh taolo bizni saqlasin. Alloh taolo bizga saidchi ruh, saidchi iymon, saidchi fidokorlik ato qilsin. Ömrimizni bereketli ve Allah razı bulduğun işler bilan o'tkazgani nasib qilsin. Alloh taolo Said ibn Muazga rahmat qilsin. Bizni ana shundoq Said ibn Muazdek yashag'ini nasib qilsin. Sahabilar izidin, chaqnagan izzat nuri, o'tgani siqin idin, haq islomning tululi. Başakmaz kafirga şiddet bilen atsili, Hamza Halid Musaddak şir yürek oğlanları.